yosh kattalarni nimasi sabri ularni dafamiga bo'lgan ehtiyoji unaqa kuchli emasda. Bizda yoshlarda telefondan oladi, Instagramga nima kiradidagini o'tkazib shu manqurtga aylanib qolgan, shuni ko'rib mazza qilmasa bo'lmaydi tez. 30 sekund, 40 sekund, 20 sekunddan ko'p videolarni ham ko'rmay qo'ygan odamlar. Yosh kattalarimiz baribir telefonni oladi, to'g'ri YouTube'ga kiradi, YouTube'da manfaat izlaydi-da. Men o'zimga qayerdan shifo topsam ekan, qayerdan qanaqa foyda olsam ekan, qaysi mashq bajarib turib tuzalsam ekan degan fikr bilan kiradi-da. Biz o'sha aytayotgan, gapirayotgan gapimizdan qanaqadir o'ziga yoqadigan, o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotni olishni boshlasa, 1 soat bo'lsa 1 soat. Biz podkast qilganmiz. Bir marta 2 soat bo'lgan. 7000 marta ko'rilgan. Hozir bilmayman, hali ham turibdi o'sha podkastimiz, misol uchun. O'shani aytmoqchi bo'lganim, 7000 marta ko'rish uchun odamlar 2 soat sabr qilib ko'rdi-yu. Nimaga? Chunki o'sha yerda berilayotgan ma'lumot qiziq. Aytmoqchi bo'lganim o'shaning uchun YouTube'dagi asosiy kuzatuvchilar yosh kattalar bo'lganligi uchun ularga uzunligining qizig'i yo'q. Muhimi berilayotgan ma'lumot jaydaricha ularga tushunadigan tilda. Chunki men ko'proq mana bunaqa qilish kerak, mana bunaqa bu deb turib chuqur qilib tushuntirsangiz ko'p odam tushunmaydi baribir. Ularga sodda qilib jaydari tilda o'zimiz bemorlar kelsa shu gaplashadigan tilimizda tushuntirib bersak, bemorlar o'sha narsani tushunib, maqsad bemorni tezroq manfaatdor qilib o'sha holatdan chiqarib olish, sog'aytirib olish.